90% odam kitob tanlashda xato qiladi. Natijada boshlaganini oxiriga yetkaza olmaydi. Hozir asosiy 5 ta xato hamda ularning yechimini aytib o'tamiz. Birinchisi, trendga qarab tanlash. Hamma o'qiyapti degani sizga ham mos keladi degani emas. Sizga hozir aynan nima kerak bo'lsa, o'shani tanlang. Ikkinchisi, o'zingizga mos janrdagi kitobni tanlashingiz. Kimgadir ilmiy adabiyotlar, kimgadir esa psixologik adabiyotlar yoqadi. O'zingizni ehtiyojingizdan kelib chiqib kitobni tanlang. Shunda kitobni zerikmasdan tugatishingiz osonroq bo'ladi. Uchinchisi, maqsadsiz o'qish. Shunchaki o'qiyman deyishlik bu katta tuzoq. Har bir o'qigan kitobingizdan albatta foyda olishingiz kerak. To'rtinchisi, qiyin kitobdan boshlash. Darhol og'ir, falsafiy yoki ilmiy kitoblardan boshlash motivatsiyani o'ldiradi. Eng avvalo, yengil kitoblardan boshlash kerak. 5-xato, kitobsevarlar klubida ishtirok etmayotganingiz. Kitobxon do'stlar davrasida bo'lmas ekansiz, davomiylikni ushlash qiyin. Muhokama, fikr almashish va jamoaviy kitob o'qish mutolaani odatga aylantiradi. Yuqoridagi muammolarga yechim topish uchun hoziroq klubga ro'yxatdan o'ting.